Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal Therapy Systems korxonasi sotuv menejeri Oybek bo'laman. Biz kompozit armatura va metal armaturani solishtirish maqsadida sizlarga ozgina qisqacha izoh berib o'tamiz. Qurilish sohasida armatura o'zi muhim rol o'ynaydi. Beton konstruksiyalarni shakllanish uchun metal va kompozit armaturalar kuchli bo'lishi kerak. Shu bilan qatorda kompozit armatura metal armaturaga nisbatan ancha yengil bo'ladi. Bu esa ularni tashish, transportirovkasiga ancha ta'sir qiladi. Kompozit armatura metal armaturaga nisbatan zanglashi, ya'ni korroziya tomonlama ancha effekt kuchli. Kompozit armaturani yengilligi moslashuvchanligi o'rnatishni yengillashtiradi. Shu bilan savdasiz tayyorlab qo'yganmiz. Kompozit armatura to'rtligi metal armaturani 6ligini kuchini beradi. Bu ancha kompozit armatura metal armaturaga nisbatan kuchliroq va mustahkam bo'lishi isboti. Bizni 5li armaturamiz 6li armaturani, 6,5li armaturani, metal armaturani kuchini beradi. 6ligimiz 8ligini, 7ligimiz 10ligini, 8li 12ligini, 10li 14, 12 16ni, 14ligimiz 18 va 16li armaturamiz 20 metal armaturani kuchini beradi. Ko'pchilik har xil izohlar bo'lyapti. Kommentariyalarda hamma har xil savollar bo'lyapti. Nimaga sizlarni armaturangiz bozorga nisbatan narxi boshqacha deyishyapti? Buni sababi bor. Biz davlat belgilangan GOZ standart bo'yicha ishlab chiqaramiz.